Bugungi bemorimiz 10 yoshlik bola. Bunda gestatsion davrida anomaliya razvitiya, ya'ni rivojlanishda o'zgarish bo'lgan gestatsion davrida. Bunda ko'rishimiz mumkin, qovurg'aning o'ng tarafida 4-qovurg'ada ikkilanish. Ya'ni umurtqa pog'onadan bitta qovurg'a chiqib kelgan, to'shga yaqinlashganda ikkilanib ketgan, ya'ni bifurkatsiya bo'lgan. Bu holatda bu qizchada hech qanaqa og'riq yoki ko'krak qafasini qisishi yoki oldinga chiqishi kuzatilmagan. Faqatgina bunda rentgen tekshiruvga tushganda qovurg'alar ko'rinib qolgan. Shu sababli MSKT apparatiga ko'rikka kelgan. Mana bu proyeksiyada ham ko'rishimiz mumkin. Umurtqa pog'onasidan bitta qovurg'a chiqib kelgan. Oldinga, ya'ni to'shga yaqinlashgan sari ikkilanib ketgan. Bunda ham o'ng tarafda xuddi o'shani ko'rishimiz mumkin. Ikkilanish. Bitta qovurg'a ikkiga ajralib ketgan. Chap tarafda bunaqa o'zgarish yo'q. Bunda davolash tartibi qanday bo'ladi? Bunda og'riq bo'lmasa, hech qanday oldinga ko'krak qafasi chiqib qolishi yoki pastga ezilishi bo'lmasa, hech qanaqa operativniy вмешательство bo'lmaydi. Ya'ni o'shunday qolaveradi. Agarda og'riq yoki nafas olishda qiyinchilik, ko'krak qafasini ezib qo'yish holatlari kuzatilganda tarakanli xirurglarga yoki ortoped travmatologlarga uchratiladi.